Ana endi oddiy rasmlarni generatsiya qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga boya ilgari o'rnatib olgan Grok ilovamiz kerak bo'ladi. Mana Grok ilovasi bosamiz. Biz boya ro'yxatdan o'tib oldik. Mana bizga ish stoli. Bu yerdan biz nima qilamiz? Biron bir rasmni yaratamiz. Ya'ni o'zimizning rasmni yaratamiz. Buning uchun mana bu pastda skripkan rasmi bor. Buni bosib, bu yerdan kamera, foto, fayli, izobrazение. Ya'ni bizga nima kerak? Foto kerak. Fotoga kiramiz. Galereyamiz ochiladi. Galereyamizdan o'zimizga kerakli bo'lgan rasm tanlab olamiz. Misol uchun mana tanladik, готово. Va bu yerga yozyapti: "Задайте любой вопрос", ya'ni xohlagan gapingni yoz deyapti. Ya'ni buyruq ber deyapti. Yozamiz bu yerga biz. Tak, rasmda nima ish qilmoqchimiz? Biz rasmda Faberlik ofisini yaratmoqchimiz. Demak, yozamiz. Orqa fonimiz, orqa fon Faberlik ofisi bo'lsin. Davom etamiz. Endi bu Faberlik ofisida kim turibdi? Rasmda qiz turibdi. Bu qizni biz Faberlik ofisida turgan holatini ko'rsatishimiz kerak. Endi bu qizga ta'rif beramiz. Rasmdagi qiz biznes lady kiyimida bo'lsin. Bo'ldi, mana oddiy buyruq yozdik. Endi buni mana strelkani bosib, hozir ko'rsataman. Mana bu strelkani bosib yuboramiz. Qolgan joylar joy-joyida turadi, tegmaymiz. Bosamiz. Va bizga rasm generatsiya qilishni boshlaydi. Mana rasm generatsiya qilyapti. Biz bergan buyruq asosida mana bu rasmga mana bu buyruqni beryapti. Mana rasm tayyor. Bizga ikkita variantdagi rasm tayyorlab beradi. Hozir ikkalasini ham yuklab olishimiz mumkin. Bosamiz. Mana bu yerda skachat degan joy bor va buni skachatni bosamiz. Zagruska natural sekinroq qiladi, faqat kutib turamiz. Va ikkinchi rasmni ham olamiz. Rasm ikkinchisi ham telefonimizning xotirasiga saqlanib oldi. Mana biz qanday qilib rasmni generatsiya qilishimiz kerakligi. Endi buni yana davom ettirishimiz mumkin. Orqa fon. Misol uchun o'zingizga chiroyli bir rasm yaratmoqchimisiz? Dubay shahri bo'lsin. Bosdik. Va bizga hozir boyagi rasm esda saqlab qolgan holda Dubay shahrini fonini qo'yib berishi kerak. Mana Dubay shahri foni bemalol yuklab olishingiz mumkin. Demak, xohlagan qilishingiz mumkin. Endi mana xuddi shu joyda qizni kiyim rangi pushti bo'lsin deylik, misol uchun bo'lsin. Buyruqni berasiz va strelkani bosasiz. Kutib turamiz. Endi bu yerda bizga hozir generatsiyani o'sha rasmni eslab qolgan holda rasmni tayyorlab beradi. Ya'ni o'sha Dubay orqa foni qoladi. Kiyimning rangi o'zgaradi. Demak, siz xohlagan kiyimni kiyintirish imkoniga egasiz. Kutamiz. Internet sekinroq va bizga Dubayni asl holatida qayerda turganimizgacha e'tibor qiling. Mana xuddi balkonda turganday qilib temirlarigacha qo'yib berdi. Mana xuddi balkonda uni oynali joy qo'yib berdi. Bu juda ham aniqlikda qo'yib beradi. Rasmga yaqinlashsangiz umuman o'zgartirmaydi. Hammasini aniq kачествоda qilib beradi. Mana bu endi rangini o'zgartirib beryapti. Mana xuddi shu rasm bizga nima qilib berdi? Mana aniqlikda rasm yasab berdi. Bemalol yuklab olishingiz mumkin. Va keyinchalik bu rasmlarni bemalol gapirtirishingiz mumkin. Bu haqida ham sekin video qilib beraman. Demak, siz Grok orqali rasmlarni har xil orqa foniga qo'yib o'zgartirish imkoniga ega bo'ldingiz.